Assalomu alaykum hammaga. Mana biz bir sloy kraska qilgan edik. Ikkinchi sloyga nasib qilsa endi boshlaymiz ikkinchi sloyni. Birinchi sloydan keyin mana ahamiyat bersalaringiz bir ikkita tochkalar bor. Birinchi sloydan keyin mana qayeri yaxshi shpaklyovkadan o'tmagan bo'lsa, shu yerlari o'zi bilinib qoladi birinchi sloydan keyin. Keyin bir tanangiga ahamiyat berish kerak. Ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana bu skoch, sari skoch. Buning qizili bor, mana fioletisi bor, har xil rangi bor. Lekin mana bundan bu og'dan skoch qilmangizlar. Chunki buning kleyi ko'proq julib olishda ya kraskani ko'chirib oladi, yoki skochni qistirgandan keyin mana bir hafta, 2 haftada kraska qilmasangiz, qaytarib julib olishda kley qolib ketadi. Obnalishkada yoki mana kondisionerda misoldan. Shuning uchun iloji boricha mana shunday skochni ishlatingizlar. Buning tarkibida kley kam. Keyin kraska qilishda birinchi marta kraska qilayotgan bo'lsalaringiz, valikni shunday bir skoch bilan bir marta o'rab, skochni keyin julib olish kerak. Nimaga deganda, valikning chochlarida, misol nimasida slabi nimalari bo'ladi. Bu valik, mendagi valik hozir anza, bu eng zo'r valiklardan. Yana bir xil valiklar bor. Uning nimasi slab bo'ladi. Mana bu jumlari slab bo'ladi. Skoch bilan bir marta, 2 marta julib olinmasa, sizning kraskani stenaga jaqqaningizda shu slab choshlari stenada qolib ketadi. Stenadan keyin har bir tasini terib chiqishga to'g'ri keladi. Kraska hech qachon aybni japmaydi, faqat chistovoy finishni ochadi. Agar nima bo'lsa ham ochadi-da. Maqsad chiroyli qilish uchun har даже chochning nimasi ham, qo'lning juni ham nima bo'lsa, stenada kraska vaqtida qilishda qolsa, ko'zga taylanadi, qolib ketadi, ko'rinib qoladi. Shuning uchun shuninglarga ahamiyat beringizlar. Men vaqtida buninglar bilmagan edim. Birinchi kraska qilgan vaqtlari stenadan valikning choshlarini terganman-da. Shuning uchun sizlarga shuningani aytib o'tmoqchiman. Hammalaringizga omad.